tillarning yonida shayton yonma yuradi. Agarda ishchimmi, shogirdimmi, ko'zi to'q bo'lsa, hech qachon o'g'irlik qilmaydi. Uydan oltin chiqsa davlatniki, nasha chiqsa saniki deydi-ku. Shunaqa sotuvchi bo'lib yurganman. Asosiy urg'uyim 18 yoshimda o'z bozorga chiqish boshlaganman. O'sha adam yosh bo'lsam ham ko'p duq berardilar menga. O'zbekistonda ham zargar bo'lib, ham ishlab chiqarib, viloyatlarda showroom ochayotgan yagona firmamiz biz. O'zi nimadan boshlash kerak zargarlikni? Qanaqa qadamlardan iborat? Tilla nimaligini o'zi his qilish kerak odam oldin. Shunaqa bor, o'zimizdan sohada ancha yildan beri ishlab yurganlar ham tillarni o'rniga boshqa metalllar tiqib ketganda, o'tkazib ketganda aldanib qolishgan holatlar juda ham ko'p bo'lgan. Tillarni narxi ko'tarilishi qanaqa bo'ldi? Urushlardan keyin qanaqa o'zgardi? Tillachini ham aldash oson. Xalqqa ham aldash oson. Shuning uchun o'ta ehtiyot bo'lib kelish kerak. Kimdan xarid qilishsa ham, обязательно borib hozir germanskiy texnologiyali apparatlar kelgan. 1 minutda tillarni tarkibida necha foiz oltin borligini ko'rsatib beradi. Oylik savdo hajmingiz qancha? Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz tadbirkorlar. Navbatdagi podkastimizni davom ettiramiz. Bugun mehmonimiz Dilmurod Saidov, Gold Press tilla ishlab chiqarish, ya'ni tilla buyumlari ishlab chiqarish korxonasi asoschisi, bizni bir nechta dasturlarimiz ishtirokchisi. Dilmurod, assalomu alaykum. Assalomu Xush kelibsiz bugun podkastimizga. Rahmat. Bugun tadbirkorlarimiz uchun, bizni kuzatayotgan obunachilar uchun aynan hozirgi davrga mos bo'lgan, narxi kundan kunga o'ynayotgan, pul tikishga ham yaxshi bir imkoniyatlari bor bo'lgan sohangiz, ya'ni aynan tilla sohasi bo'yicha bir gaplashamiz. Qisqacha bir faoliyatingizni tushuntirib bersangiz, o'zi boshlanish qanaqa bo'lgan, qanaqa qilib kelib qoldingiz? Nima bilan shug'ullanasiz va qanday kelib qoldingiz? Shundan boshlab bersangiz. O'zi zargarlik sohasiga 14 yoshimda shogird bo'lib tushganman. O'zimni amakim o'g'illariga shogird bo'lib ishlab, 17 yoshimdan mustaqil ravishda ish boshlaganmiz uyda. U paytlarda siyosat ham boshqa juda og'ir bo'lardi. Hozir juda ham yengillik davr bo'ldi bizga. O'sha paytda hattoki qo'shnimiz zargarligimizni bilmasdan shiorida ishlab qo'rqib ishlardik. Hozir esa bemalol shunchalik prezidentimiz bizga juda ham jadal sharoitlar qilib beryaptilar. Bundan biz foydalanishga harakat qilamiz. Zargarlik hunarini biznes darajasiga ko'tarishimga avvalo sizni ko'magingiz juda ham katta bo'ldi. Sizni bir nechta kurslaringizni o'qib, hunarni ham biznes darajasiga ko'tarish imkoniyati borligini tushunib yetdim va u uchun birinchi o'rinda jamoa kerakligi haqida o'yladim va jamoa tuzishga harakat qildim. Jamoa tuzdik. Boshida sizni kurslaringizga kelib boshlanganda faqat bir o'zim ishlardim. Asosan zargardan mahsulotni berib, mol berib, uni yasattirib, olib borib viloyatlarga sotib yurardim boshida. Siz sotuvchi bo'lganmisiz boshida? Boshida shunaqa, sotuvchi bo'lib yurganman. Asosiy urg'uyim 18 yoshimda o'z bozorga chiqish boshlaganman. O'sha adam yosh bo'lsam ham ko'p duq berardilar menga. Bor, chiq, qil, sen qila olasan. Adam anaqa qilmoqchimiz, bu sen qila olasan deb juda ham katta duq adam berardilar har doim. O'shandan ilhomlanib ko'p bozorga chiqib ketardim. Endi boshida o'zi asli zargar bo'lganman, lekin ko'proq sotishni yaxshi ko'rardim o'zim. Bu qaysi bozorda? Bu Chorsu bozormi? Qaysi bozorda bo'lgan bu? Birinchisi Chorsu bozorida bo'lgan. Keyin 21 yoshimdan boshlab viloyatga chiqishni boshlaganman. O'zim ham yasardim boshida. Keyin Xorazmga, Samarqandga borib, do'konlarga topshirib sotib kelardim. Undan keyin men siz kurslaringizni o'qib, keyin jamoa yig'ishga harakat qildik. Allohga shukr. Qadam-qadam o'sishda davom etamiz. Hozirgi kunga kelib O'zbekistonda ham zargar bo'lib, ham ishlab chiqarib, viloyatlarda showroom ochayotgan yagona firmamiz biz. O'zi zargarlik sohasida misol deylik. Mana hozir bizni kuzatayotgan tadbirkorlar ham yoki endi ish boshlamoqchi bo'lsa, o'zi nimadan boshlash kerak zargarlikda? Qanaqa qadamlardan iborat? Zargarlik baribir juda nozik kasb. Foyda ham yaxshi bo'ladi. Agarda xato bersangiz, u xato ham juda ham katta oqibatlar olib keladi. Shuning uchun zargarlikni boshlashdan oldin, zargarlik sohasida biznes qilishdan oldin ham tilla nimaligini o'zi his qilish kerak odam oldin. Tillarni qanaqa ajratish? Chunki masalan ko'pchilik aytadi, masalan videolar chiqarganimizda Instagramda shunaqa odamni telefon qilib, shunaqa biznes ochmoqchiman, nima qilishim kerak, qanaqa qilishim kerak?
boshqa sohalarga hurmat saqlagan holatda, boshqa sohaning mahsulotlarga hurmat saqlagan holatda bir narsani aytish kerakki, deylik, shunday olib daftar kitobni shunday olib borib sotishingiz mumkin-da. U daftar kitobni olib qo'yotganingizda ham qaton kamchiligini bilsangiz bo'ladi-da. Tillarda aldanib qolish juda ham kuchli. Shunaqa bor, o'zimiz ham sohada ancha yildan beri ishlab yurganlar ham tillarning o'rniga boshqa metallar tiqib ketganda, o'tkazib ketganda aldanib qolishgan holatlar juda ham ko'p bo'lgan. Shuning uchun agar biznesga kirmoqchi bo'lganlar, tilla do'kon ochib yurg'izmoqchi bo'lganlar, avval tillarning nima ekanligi haqida tushunchaga ega bo'lib, u yerda qanaqa zararlar bo'ladi, unda qanaqa aldanib qolish yo'llari bor, shular to'g'risida bir o'rganishsa, xudo xolsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Tushunarli. O'zi ozgina tilla haqida bo'lmasa ma'lumot berib o'ting. Tilla bor, oltin bor, nima farqi bor? O'zi aslida oltin tabiiy qazilma boylik. Juda ham ko'pchilikni xato qiladi. Tilla bilan oltinni bitta narsa deb o'ylashadi. Yo'q. Oltin o'zi aslida qazilma boylik. Unga boshqa metal qo'shilgandan keyingina tilla bo'ladi. Ya'ni o'sha ko'p filmlarda, reklamalarda ko'rgan o'sha tishlaganda tish izi tushadigan u oltin bo'ladi. Unga keyin kumush yoki mis metallar qo'shiladi. U tillaga aylanadi. Bizning hozir O'zbekiston jamiyatida ommabop 585 proba. Oldinlar 583 proba bo'lardi. Hozir O'zbekiston taqiqlab qo'ygan 583 probani faqat 585 proba. Ya'ni o'zi 585 proba nima degani desangiz, tarkibida 58.5% oltin, qolgani boshqa metal degan. 750 da 75% oltin bo'ladi. Ko'proq brendiviy taqinchoqlar 750 probada ishlab chiqariladi. Jaydari o'zimizda xalq ommabopi ko'proq 585 iste'mol qilishadi. Tushunarli. Hozir sizda misolda mana o'qishga kelishingizdan oldingi rezultatlaringiz qanaqa? O'qish jarayonidan keyingi rezultatlaringiz mana bugungi rezultatlaringiz bilan ozgina bo'lishsangiz. Endi o'qishdan oldin kelgandagi eng katta og'riq shu narsa bo'lganki, vaqt. Juda ham kunimni asosiy vaqtidan chegarasidan ortiq mehnat qilardim. Kuniga deylik o'rtacha 19 soat ishlardim. 5 soat endi uyqu ham 3-4 soat uyqu bo'lardi. Sog'liqqa ham e'tibor yo'q, oilaga ham e'tibor yo'q va tabiiyki nizolar boshqa narsalar kelib chiqadi, bundan ketadi. Hozirgi kunda vaqt masalasi, dam olish masalasi hammasi joyida. Korxonani o'zini rivojini qilsangiz, bir o'zim ishlab bitta zargar bilan ishlagan bo'lsam, hozir ishlab chiqarish seximizning o'zida 20 tadan ortiq xodimimiz bor. Viloyatlarda xudo xolisa 5 ta do'konimiz bo'lyapti. Tez orada yana 2 ta do'kon ochamiz shu oyda. Umumiy 5 ta do'konimiz bo'ladi, showroom do'konlarimiz va 8 ta viloyatda savdo qilamiz. Rezultatga qaraydigan bo'lsak, sizga kelish davridagi topgan pulimdan hozir 30 barobar oshdi foyda. Zo'r. Avval xodimlar nechta, hozir xodim nechta? Avval xodim o'zim bo'lganman. Bitta o'zingiz. Hozir umumiy 28 ta xodim bor. Sotuvchilar va ishlab chiqarish sexlari hammasini qo'shganda 28 ta xodim bor. Zo'r. Misol deylik, mana komandani boshqarishda mana tilla. Endi kichkina narsa u, kichkina narsa yasaladi, gram hisoblaysizlar. Ishchilar o'g'irlik qilishni qanday qilib uni oldini olish mumkin? Misol deylik, 28 ta ishchi ishlaydi. 20 ta ishchi ishlaydi deylik. Ishlab chiqarish jarayonini agar oladigan bo'lsak, u gram misol deylik yo'qotilishi mumkin. U qanday bartaraf qilinadi? Bizda boya aytganimdek, tillada boyib ketish va kambag'allashish juda ham oson. Agarda o'sha siz aytganingizdek o'g'rilik kuniga kichkina toqqanida bir tirnoq kabidek narsa olib ketsa ham ancha katta summali bo'lib ketib qoladi. Bu narsalarni bartaraf qilish uchun juda ham katta hisob-kitob kerak bo'ladi. Biz hisob-kitobni o'zimiz uchun, zargarlik sohasi uchun tizim yaratib, kompyuterlashtirilgan tizim yaratganmiz o'zimiz uchun. Va shu tizim orqali ishlayapmiz. Har kuni kunlik отчет hisoblanadi. Kunlik отчет topshiriladi bizda. Seximiz hisobida va faqat отчетni tekshirish uchun spesial bitta odam ishlaydi. Boshqa vazifasi yo'q, faqat отчетni qarab o'tiradi. Bolalar Masalan, nima отчет? Deylik, parirovka jarayoni bo'ladi. Parirovka jarayoniga izlarni kirgizadi va izlarni parirovka jarayonidan chiqaradi. O'shanda tillarning bir qancha qismi parirovka jarayoniga tushib qoladi.
deylik 100 gramm izeli kiritildi, u yerdan 90 gramm chiqib keldi. Mhm. 10 gramm izelini tillani miqdori tushgan parirovka jarayoniga. Lekin u yerdan detal ham tushib qolgan bo'lishi mumkin. Yoki haqiqatda tillasi tushib qolgan bo'lishi mumkin. O'sha jarayonlarni sonma-son tekshiramiz va grammda ham tekshiramiz. Misol polirovka qildingiz, 100 grammlik narsadan 90 gramm qoldida, 10 gramm shunda u jarayon polirovka qismiga tushadi, uni keyin laboratoriya orqali yana tozalab qaytarib olamiz. Lekin 100 gramm izeli 10 ta komplekt bo'lib kiradi, ya'ni 30 ta detal bo'lib kiradi, yana 30 ta detal bo'lib chiqdimi, chiqmadimi? Detallari bilan Detallari bilan tekshiramiz. Ikkita hisoblash qismida ham soni, ham grammida hisoblaymiz. Sonini aniq qilsak, grammini tekshirmasak, unda grammdan ham tushib qolgan jarayon bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham grammda, ham sonda nazorat qilamiz. Va bu nazoratda faqat bir odam boshi ish qilmasdan, faqat nazorat uchun ishga olingan. Tillani qayerdan olasiz? Tillani konlardan olamiz, asosiysi. Ishlab chiqarish Angren yoki Navoiydagi konlar, o'shalar bilan auksion hisobida sotib olib ishlatamiz. Zo'r. Misol deylik, mana hozir tillani narxini masalan, dunyodagi bo'layotgan o'zgarishlar, siyosatdagi bo'layotgan o'zgarishlar qanday ta'sir qildi tillaga? Ko'pincha bitta nazariya bor. Urush bo'ldi. Urush bo'lgandan keyin katta investorlar dollarga ham ishonmay qo'yadi. Ular pulni ushlab qolish uchun eng maqbul yechim bu tillada deb hisoblashadi. Ya'ni oltinda deb. Va ular pulini oltinga kirita boshlaydi. O'zbekistonda ham oltin zaxirasi anchaga 2 milliarddan oshiq summaga yana oshdi, xabaringiz bormi? Ha, shunaqa. Yaqinda shunaqa ma'lumot chiqdi. Ya'ni o'zi zaxira bo'yicha jahonda 9-o'rinda turadi O'zbekiston. 1-o'rinda Xitoy tursa, O'zbekiston 9-o'rinda turadi zaxira bo'yicha. Ya'ni bizga berilgan boylikdan to'g'ri taqsimlab, to'g'ri ishlata olsak, jamiyatimiz inqirozga duch kelmaydi. Zo'r. Xo'p, tillani narx ko'tarilishi qanaqa bo'ldi? Mana hozir oxirgi urushlardan keyin qanaqa o'zgardi? Hop, 2025-yil yanvar oyidan 2026-yil yanvar oyigacha agar hisoblaydigan bo'lsak, yillik hisobotda olsak, 65% ko'tarildi. 25dan 26gacha? Ha, 25 yanvardan 26-yanvargacha 65% dollarga nisbatan qadrlandi. Bu degani 100 ming dollar. 65% mi, 25 mi? 65%. Ya'ni 100 ming dollar plyus o'zidan o'zi 165 ming dollar bo'lib qoldi degan hisobi. Urushda ikkita holat bo'ldi. Urush bo'lgandan keyin urushda qurol yarog' ham oltin ishlatiladi o'zi. O'shaning hisobiga talab va katta biznesmenlarni oltin xarid qilishi o'sib ketgan hisobiga ko'tarilsa, bu safar nimaga katta ko'tarilish bermadi desangiz, Dubay tilla bozori dunyo bozorida juda ham katta o'rni bor. Dubay aeroporti ishlamay qoldi. Va u yetkazib olingan zakazlarni paytida joyiga yetkazib bera olmadi. Va u sotish uchun arzon narxlarda ham olib ketuvchilar, "Men o'zlaring olib ket, arzon narxda beraman" deb ham taklif qilishga o'tdi o'sha Dubay. Va shu qatorda oltin narxi ko'tarilmay qoldi. Juda katta ta'siri bor Dubay bozorini, katta bozor. Shuni ta'sirida katta ko'tarilmadi, yo'qmasam prognozda hozir 1 gramm oltin narxi 200 dollardan oshib ketishi kerak edi. Shu ham ta'sir qildi baribir ozgina miqdorda. Endi aeroport bilan sekin-sekin sistemalashib o'zi reyslari yo'lga qo'yilgandan keyin oltin narxi keskin oshib ketadi. Masalan, prognozingiz qanaqa? 2026 oxirigacha agar oladigan bo'lsak, qanaqa o'zgarishi mumkin? Taxminan hozirgi kunga hisoblasangiz, o'zi o'rtacha 10-15% qadrlanib kelardi. Har yilgacha, har yili 10-15% oshib kelardi. Katta prognoz berishdan odam qo'rqadi baribir. 20-25% menimcha maksimalni oshadi. Yil oxirigacha dollarga nisbatda. Bu jarayon qaysidir oyda tushib, yana qaysidir oyda yana oshib, yil oxiriga borganda shu narsaga taqaladi. Chunki talab va taklifga qarab baribir hamma narsa bo'lgan kabi. Siz bu sohada necha yildan beri faoliyat? O'pchi 15 yildan beri faoliyat. Shu 15 yilda tillani masalan o'sishi, tushishi haqida ayta olasizmi? Qanaqa bo'lgan? Tushgan paytlar bo'lganmi? Tushgan paytlar bo'lgan bor. Ha, tushgan payti, dunyo bozorida tushgan payti bo'lgan. Masalan, dollarni agar qarasak, dollarni doimiy tarzda o'sib kelgan, qaysidir joyga tushgandi, lekin umumiy hisobda doim o'sib borganda, tillada bu qanday ko'rsatkich? Agarda tillani so'mga nisbatan oladigan bo'lsangiz, umuman tushmagan. Pastdan har doim tilla
so'nggi nisbatan oshib ketgan. Men birinchi shogirdlik bo'lib ishlab yurgan paytimda lom narxi deymiz, olib izlab yasaladigan tillarning narxi 26 ming so'm bo'lgan. Hozir shu kunda 1,120 ming so'm. Ya'ni lomdan o'zini narxi. Bunga endi ishlab chiqarishdagi usta haqqisi, boshqa xarajatlar hisobga olinmaganda bu toza tillarning o'zini narxi. Lomni narxi shunaqa 26 ming so'm bo'lgan. Hozir 1,120. Bu degani 500% dan oshiqroq oshib ketdi degani. Misol deylik, do'kon ochish, tilla do'kon ochish. Ochmoqchi bo'lgan odamlarga do'kon ochishni tavsiya qilasizmi? Ochish uchun qanday qadamlar kerak? Qanday risklar kutadi? Va qancha o'sha prognoz bor pul topish mumkin bu sohada? Xo'p, bu sohada ozgina bo'lsa ham eng og'riqli nuqtasi baribir tilla do'kon ochganingizdan keyin tilla xarid qilish ham bo'ladi-da. Aholi eski taqinchoqlarni olib keladi, almashtiradi. Mana shu jarayonda ehtiyot bo'lish kerak. Yo'qotish mumkin bo'lgan joy. Yo'qotish bo'lgan joy aynan shunda. Yo'qmasam oddiy tillarni sotish oson. Bu riski bu, ha? Riski eng katta riski shunda. Tillarni almashish jarayonida ko'plab aldanib qolishlar, yo'qotishlar mashinada bo'ladi. Xo'p, buni tekshiruv qandaydir uslublar bor, apparatlar bor shekilli. Apparatlar hozir chiqqan, lekin achinamanki hamma viloyatda yo'q. Bu apparatlar yo'q. Hamma viloyatda yo'q. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida yo'q. Bu narsani o'zimiz ilgari surib borganimizda bu narsani viloyat hali qabul ham qila olmagan. Ya'ni nechta turadi unaqa apparat? Hozirgi kunda 25-30 ming dollar atrofida turadi. Qimmat ekanda. Qimmatroq. Lekin uni jamiyatga foydasi juda ham katta. Bozorlarda shunaqaki kislota degan narsa, kislota jarayoni bor. Kislotaga tillarni botirib oladi. Undan chiqqandan keyin tillarning rangi o'zgarmasa bo'ldi. Bu tilla deyiladi. Viloyatlarda tok ko'tarsa bo'ldi degan naql bor. Nima degani tok? O'sha tokli apparat. O'sha apparatga tiqadi, suvga, kislotasiga, tillarni chiqqandan keyin tillar rangi o'zgarmasa bo'ldi. Tok ko'tardi. Do'konchilarga ham borganimizda izdelang tok ko'taradi degan savol berishadi. U kislota turish jarayonida probasi balandlashib ketib qoladi-da. Yengillik qismida, yangi kislota tayyorlaganingizda 550 probani ham tarkibi 55% bo'lgan oltinni ham normal ko'rsatib beradi. Ya'ni ko'pchilik do'konchilarda ikkita kislota bo'ladi. Yangi kislota izdelan sotish uchun, eski kislota tillarni olish uchun. Shunda ani 583 ga javob bergan tillarni ham tiqsa ozgina qorayadi. Bu probasi 583 ga javob bermas ekan deyshadi. Xalq aldash yo'li. Biz shunaqa taklif kiritdik. Mana shu bozorga olib kiramiz, mana shu apparatni qo'yamiz deganimizda bozordagi o'sha anaqalar qabul qilish olmadi. Yo'q deydi. Bizlarning kirdikorimiz ochilib qoladi deydi. Ya'ni ochiqdan ochiq xalqqa aldab mahsulotni sotib yurgan tilla biznesdagi odamlar ham bor. Lekin o'sha viloyatga achinasiz, qo'limizdan kelganicha bu narsani Instagram orqali yetkazib borishga harakat qilyapmiz. Tilla sohasida aldovli juda ko'p o'z aslida. Shuning uchun ham blogga aldanib qolmasliklari uchun xalqqa harakat qilyapmiz. Shunda tillachi aldanmaydi, tillachi aldashi mumkin demoqchimisiz? Yo'q. Tilla sohasida bir-birini aldash juda ham kuchli. Tillachini ham aldash oson. Xalqqa ham aldash oson. Shuning uchun o'ta ehtiyot bo'lish kerak. Kimdan xarid qilishsa ham обязательно borib hozir germanskiy texnologiyadagi apparatlar kelgan. 1 minutda tillarni tarkibida necha foiz oltin borligini ko'rsatib beradi. Tekshirish juda ham qimmat turmaydi. Vaqtingiz ham juda ko'p ketmaydi. Faqat ayrim viloyatlarda u narsa yo'q. Markazlashgan shaharlarimizda hammasida bor. O'sha apparatlardan foydalanishsa, baribir oddiy bir uzuzreni ham bir 400-500 dollar atrofida xarid qilishadi. Unga tekshirilgan pulni oldida bu hech narsa emas. Xo'p, keling, tilla savdosi haqida va misol deylik, mana riskini aytdingiz, qanaqa risklar bor. Endi bu do'kon ochishga nech pul kerak bo'ladi? Bitta do'kon ochishga, misol deylik, viloyatda bo'lsin, farqi yo'q, yoki Toshkentda bo'lsin. Qanchalik pul topish mumkin? U qanaqa hajmdagi assortiment bo'lish kerak? Shu haqida ozgina ayting. Ya'ni bizni kuzatayotgan tadbirkorlardan kimdir shu sohaga kirmoqchi bo'lsa, taxminan bilsinki, masalan, qancha pul bilan kirish mumkin va qancha pul topish mumkin. Tilla biznesga kirayotganda pul bilan kirish xato. Uni tillaga aylantirib kirish kerak.
boshlang'ich qismini 1 kilo tilladan qabul qilib olsa, 1 kilo investitsiya kiritib olman deb olsa, unga yaxshi bo'ladi. Chunki biz viloyatlarga boramizda ko'plab do'konchilar xato qilishadi shu yerda. Deylik, zargardan ishlab chiqaruvchilar 900 mingdan tillan sotib oldi. Lo'mi narxi 1 million 100 mingga chiqdi. Menga 900 mingdan tushgan 1 million 100 mingdan sotsam foyda ko'raman deb o'ylashadi. Pulga hisoblasangiz to'g'ri. Lekin tillarni o'zida ertaga o'rniga qo'shishingiz kerak-ku. Tan narxida xatoliklar juda ko'p. Viloyatlarda bu narsa juda ham ko'p. Bu narsani ilmini olib, to'g'ri yo'nalishga ketayotganlar ham ko'p. Lekin ayrim savdogarlar hali hisob kitob nimaligini bilmasdan pulni o'ziga urib yurganlar ham ko'p. Shuning uchun birinchi tillaga aylantirib turib, 1 kilo atrofida agarda o'zi do'kon ochmoqchi bo'lsa, shunaqa joylar bor. Savdo komplekslarida deylik, o'sha 60 ga 120 lik bitta vitrinalar ham bor. Unga где-то 300-400 gram ham yetadi. Lekin o'zingiz kichikroq bir do'kon qilib, alohida o'zingiz brendingizni qo'yib, do'kon ochaman desangiz, boshlanishiga 1 kilo qilib, 1 kilo investitsiya kiritib, o'shan bilan boshlasangiz, bemalol oyiga deylik, bo'lmadi deganda 6-7% foyda topa olasiz. Baribir buning uchun nima kerak desangiz, bozor talabi, Instagramingiz kerak. Instagramda faol bo'lishingiz kerak, yozishingiz kerak, har kunlik kelgan tovarlarni yengilliklar bilan ustingizda ishlashingiz kerak va eng asosiysi ishonchli bo'lgan zavodlar bilan oldi sotdi qilish kerak va shu narsaga e'tibor berish kerakki, bizning tilda vazirat deymiz, qaytarib olish. Qaysidir mahsulot ketmay qolsa, qaytarib olish sharti bilan zavoddan shartnoma qilish kerak. Qaysidir mahsulot ketmay qoldimi, o'rniga boshqa modelni ham zavod bersin unga. Pul muzlab qolmasligi uchun. Pul muzlab qolmasligi uchun, chunki zamon zayli bilan modellar o'zgaradi va bizning ayollarimiz yangi chiqqan trendlarga qiziqish bizda kuchli. Bizda tilla savdomiz nimasi kuchli o'zi desangiz, ayollarimiz zerikish hisobiga eski taqqan-taqqanchog'ini olib kelib, yengisiga almashtirish xohishi kuchli. O'zi aslida juda ham ko'p sotilavermaydi. Almashinuv ko'p bo'ladi bizning bozorimizda. Shunaqa gap bor-da. Dunyoda bitta ayol bo'lsam zargar kerak degan bir gapni eshitganman. Shunga qanaqa qaraysiz? Shunaqa, chunki har bitta ayol xohlasangiz, xohlamasangiz, u tilla jim bo'lmaganda kumush yaxshi ko'radi. Uni iffatida shu narsa bor. Unga shu narsaga nisbatan moyillik degan narsa bor. Shuning uchun ham biz zargarlik yo'nalishini tanlashimning asosiy sabablaridan bitta shu, ertangi kunga bo'lgan ishonchimiz bor. Agar biz o'zimiz ustimizda ishlasak va to'xtab qolmasak, olgan ilmimizni targ'ib qilsak, xudo xolisa uzoq yillar biz biznesimiz davom etadi. Hozir misol deylik, O'zbekistonda nechta zavodlar bor? Tilladan izdeliya yasaydigan, tilladan o'sha taqinchoqlar yasaydigan. Juda ham ko'plab zavodlar bor. Masalan, bunda asosiysi 3 ta viloyat ishlaydi. Birinchisi 3-o'rinda desak Samarqand turadi. Samarqand ishlab chiqarish asosan milliy hunarmandchilikka qaratilgan. Milliy bezaklarga asoslangan taqinchoqlar ishlab chiqarishadi. 2-o'rinda Namangan. Namangan juda ham tezlikda o'syapti. Ularni ishlab chiqarayotgan izdelalari, taqinchoqlari juda ham zo'r. 1-o'rinda Toshkent. MDH davlatlari oldin Turkiyaga borib mahsulot olib kelib sotishardi. Hozir Turkiyaga borish hojati yo'q. Toshkent ta'minlayapti. Oldin Toshkent Turkiyadan deylik 10 pog'ona orqada yurgan bo'lsa, hozir 2 pog'ona orqada yuribdi. Turkiya yangi dizayn, yangi apparatlar chiqarsa, siras Toshkentga kelyapti, investitsiyalar kiritilyapti va o'sha narsalar ishlab chiqarilyapti. Buning uchun prezidentning qilayotgan siyosatlari juda ham o'rni katta. Prezidentimiz nimaga urg'u beryaptilar? Turkiyadan izdelar olib kirsak, xalqimiz xursand bo'ladi, chiroyli taqinchoqlar taqadi. Lekin biz o'tda instrument olib kelsak, bizani xalqimiz birinchi o'rinda mehnat bilan, ish bilan ta'minlanadi. Va chet elga chiqib borib ishlayotgan odamlar bormaydi, shu yerda o'zida pul topish imkoniyati bo'ladi. Zargarlik sohasida ustozim shogird bo'lib yurganimizda adam savol bergan. Qo'llaringni bolalar 14 yosh, 15 yosh bolalar. Nimaga pul berasan? Biz shogirdmiz, ham pul topamiz. 14 yosh bola. Pul beradilar sizga. Bizga pul beradi. Kunlik. Kunlik oylik pul beradi. O'sha paytda ham savdoga
ulab qo'ygan edilar bizani. Hmm. Agarda oyiga mamincha ishlab chiqarsang, mamincha oylik olasan, mamincha ishlab chiqarsang, agar mamincha oylik olasan. O'sha 14 yoshimizdan shu narsani ko'rib katta bo'lganmiz. Motivatsiya sistemasi. Motivatsiya sistemasini o'sha paytda hali bunaqa tizimli, hali bunaqa o'qishli, bilimli bo'lmagan. Lekin ustozimiz shu kuchli biznesmen bo'lganlar. Hali ham faoliyatlarni yuritadilar va ular odamlarga bitta narsa javob berganlar. Tillarning yonida shayton yonmay yuradi. Agarda ishchimmi, shogirdimmi, ko'zi to'q bo'lsa, hech qachon o'g'irlik qilmaydi. Hmm. Ya'ni xodimga o'g'rilik qilishiga biz imkoniyat yaratib beramiz. Agarda biz hamma narsani qilsak, to'g'ri KPI'ga qo'ysak, topish darajasini mehnatiga yarasha ko'proq pul topish uchun sharoit qilib bersak, o'g'rilik bo'lmaydi. Lekin birovni haqqidan qo'rqadiganlar bundan mustasno. Xo'p, mana tilla biznesida marketing qanaqa ishlaydi? Qanaqa marketing qilyapsizlar? Biz asosan borib viloyatlarda joylar tilla agent sifatida yuramiz, ya'ni mahsulotlarni olib borib taklif etamiz. Bu viloyatga kimga taklif qilasizlar? Viloyatdagi do'konchilarga. Ya'ni tilla do'konlariga. Tilla do'konlariga olib borib o'zimiz taklif qilamiz. Chunki tillani rasmini ko'rib turib tanlash iloji yo'q. Uni ushlab his qilib ko'rish kerak. Uni sifatini ko'rish kerak. Chunki ozgina u narsani olsangiz, masalan, ish haqqisini o'zi farqida qilsangiz, 1 gramiga $10, $15 farq qiladi. Uni olib borib eritishga topshirib yuboradigan bo'lsa do'konchi. Shuning uchun u do'konchilar mahsulotni ko'radi oldin. Hamma defekti bormi, yo'qmi, hamma narsasini ushlab ko'rib, undan keyin xarid qilishadi. Shuning uchun biz mahsulotlarimizni borib do'konchilarga tavsiya etishga majburmiz. Marketing juda ham muhim. Marketingsiz hozir hech qaysi soha menimcha yurish qiyin bo'lsa kerak. Zargarlikdan ham boshqa sohalar ham bu narsa muhim bo'lib qolgan hozir. Zargarlik ham shuning ichiga kiradi. Marketing qanaqa usullardan foydalanyapsiz desangiz, agar biz har doim taklif bilan kiramiz. Kuchli taklif har qanday narx va sifatda o'rnini to'ldirib qo'yadi. Masalan, deylik, siz qimmat narxda kiryapsiz bozorga. Siz qimmat narx bilan sotyapsiz, lekin unga bonuslar, nimadir rag'batlar taklif qilyapsiz va do'konchi uchun birinchi o'rinda uni foydasi. Biz agar do'konchi bizani mahsulotimizni olib klientga, o'zining mijozlariga sotgandan keyin mo'maygina daromad ko'rishini uni ongiga kirgizib bera olsak, biz bilan ishlaydi. Zargarlik sohasida ketmaydigan mahsulot o'zi yo'q. Hamma mahsulot shu paytgacha ketgan. Har doim viloyatlarga borib analiz qilib yuraman o'zim uchun. Qaysi mahsulotim ketmayapti. Hech qaysi klientimda qolib ketgan aslatgan mahsulotim yo'q. Hamma mahsulotim shu paytgacha ketgan. Даже ishlab chiqarishni boshida o'rgangan paytlarimizda sifat darajamiz ancha past bo'lgan. Hattoki o'sha mahsulotlar ham ketgan. Har bittasining o'zining klienti bor. Har bitta tillarning o'zining klienti bor. Ketmaydigan mahsulotni o'zi yo'q. Ketmaydigan dizaynni o'zi yo'q. Faqat taklif chiroyli qilish kerak. Do'konchi bundan mamnun bo'lishi kerak. Uni ko'rayotgan foydasini siz tushuntirib berishingiz kerak. O'shanda siz bilan ishlaydi. Xo'p. Sizni misol deylik, boshqa tillar ishlab chiqaruvchilardan yoki savdosi bilan shug'ullanuvchilardan 5 ta kuchli tomoningizni sanab bera olasiz? Afzalligingiz. Xo'p. Boshqa kompaniyalardan raqobatdagi ustunligingiz. Men o'zim ham borib birinchi sotuvchi bo'lganman-da. Shunaqa holat bo'lgan. Ba'zi bir zavodlarda o'zim sotuvchi bo'lib ishlab ham ko'rganman. Ularning qo'lida ishlaganman. Lekin shunaqa zavodlarni bilaman. Imkoniyat darajasi juda ham baland. Bozorni qo'pol qilib aytganda monopoliya qilib olish darajasiga kuch yetadi. Shunchalik ishlab chiqarishda o'rni, bozordagi o'rni juda katta. Lekin shunchaki ishxona tizimi yo'q. Shuni hisobiga boshqa raqobatchilardan ular qo'rqib ishlaydi. Ularni oldida men kichkinaman hali. Lekin ular mendan ham xavotir olishadi. Ammo kichkina zavod bo'lsam, eng katta zavoddan ham umuman qo'rqmayman. Chunki har doim berilgan ustozlarning bilimini
targ'ib qilishga harakat qilamiz va zamon bilan hamnafas bo'lib ishlashga harakat qilamiz. Ikkinchi tomonimiz ko'plab korxonalarni sotuvchilarida qo'pol qilib aytganda ko'zi ochlik degan narsa bor. Bemalol ayta olaman. Borib muomala qilishda, do'konchilar bilan oldi-berdi qilishda har doim do'konchi tomon bo'lamiz. Kelib zavodga nisbatan negativlik qilishadi. Biza xato qilamiz. Do'konchi mana bunaqa bo'ldi. Bizani aybimiz bilan do'konchi savdo qila olmayapti. Bizani aybimiz bilan deb bizga kelib har doim, bo'lmasa aslida xodim har doim korxona tomon bo'lishi kerak. Lekin bizani sotuvchilarimiz har doim do'konchilar tomon bo'lishadi. Bu narsa do'konchilarga juda ham yoqadi va ularni pozitsiyasiga ko'proq biz yurganimiz uchun ular bizdan minnatdor bo'lib, bizdan katta zavodlardan ko'ra biz bilan ishlashni ular yaxshi yechim deb o'ylashadi. Xo'p, yana boshqa tomonlarimiz biz har bir viloyatda o'z showroom do'konlarimiz bor va qaysidir do'konchi qaysidir mahsulotimizni sotsa, o'rnini sirasi to'ldiramiz. Tilla sohasida ham boshqa sohalar kabi nasiya savdo bor. Va nasiya savdoda kuchli taklif beramiz. Ko'pchilik tadbirkorlarning xatosi shu narsa deb bilaman. Tillada o'zi nasiya savdo mumkinmi o'zi? Tillani izdelasida joiz deyilgan joyi bor. Tillani o'zini nasiya qilib olmaydi. Ya'ni u izdelarga o'tgandan keyin, unga mehnat qo'shilgandan keyin izdelani boshqa pulga aylantirmasdan turib, tillani o'zida nasiya qilsa bo'ladi. Men o'zi shar'iy tomondan bu narsaga fatvo bera olmayman, lekin borib savol berganlarimizda ustozlarning tavsiyasi shu. Va qarz oldi berdilarda, avvalo biz ishonmagan odamimiz bilan nasiya oldi berdi qilmaymiz. Va ishondikmi, u bilan biz ishlashni davom ettiramizmi? Va hech qachon biz unga qarzingni yopsang, mahsulot beramiz demaymiz. Chunki unda tilla sohasidagi tadbirkorlar o'zlikisini statusi baland soha deb o'ylashadi va o'zlikisini ko'proq e'tibor talab soha deyshadi. Va ishonchsizlik san bo'lmasang boshqasi degan narsani olib keladi ular. Biz o'zi ularga ishonamiz va ishongan klientlarimiz bilan nasiyaga ishlasak, ularga qancha kunlik qancha pul beryapti, o'shanga yarasha yana mahsulotlar yetkazib beraveramiz. Ya'ni aslatgani yopsang, undan keyin biz mahsulot beramiz degan fikr bizda yo'q. Men qat'iy sotuvchilarga shuni talab qilaman. Aslatgani yopsang, keyin mahsulot beraman demalaring. Mahsulot savdo qancha qilyapti, kunlik hajmi qancha savdosi, o'shanga qarab yana mahsulot yetkazib beraverlaring. Vitrinasida bizning mahsulotimiz tugab qolmasin. Sotildimi o'rniga sirasi borsin. Buning uchun har kuni savdo xodimlarimiz hamma regionlarni aylanib yurishadi. Showroom ochishdan o'zi birinchi maqsadimiz do'konchilarga yaqin bo'lish bo'lgan. Showroom do'kon ochamiz. Ular kelib bizning mahsulotlarimiz nima bor, yo'qligini ko'rib olishadi. Chunki tilla sohasi baribir nozik soha bo'lgandan keyin har kimga ham ishonib tillani olisha olmaydi ular. Kelishadi, showroomda mahsulotlarimiz bor ekanligi, haqiqatda kuchimiz katta ekanligini ko'rishadi va undan keyin biz bilan ishlashda davom etishadi. Bozorga, yangi bozorga kirishni bir uslubi deb bilaman buni. Zo'r. Qarang, mana hozir tillaga pul tikishga targ'ib bo'layotgan joylar bor-da. Hatto spesial tilla sotib olish mumkin bo'lgan bankomat deymizmi, apparat deymizmi, ma'lum bir to'lovlarni qilasizda, ma'lum bir slitkalarni, ma'lum bir gram bilan sotib olishingiz mumkin. Bunga qanday qaraymiz? Bu qanchalik ishonchli, qanchalik bu foydasi bor? Bunda foyda ko'p, lekin buni ikkita usuli bor. Birinchisi o'sha bankomatlarda sotilayotgan oltin. Deylik, u narsani oltinni xarid qilganingizdan keyin 1 grammini oson tilda $200 sotib olsangiz, 1 grammini $200 sotib olsangiz, ertaga $195, $190 qayta sotasiz. Nega?
sotib olgan narsangizni hech qachon o'zini narxiga sotmaysiz. Mhm. Deylik, tillan narxi Hozir gram bozorga qanchadan bo'lyapti u bankomatlardan? $170 atrofida. $170. $170 bo'lyapti. Bankdan sotib olganingizga bankka olib borib sotsangiz agar, bank u narxda olmaydi baribir. O'zini sotgan narxda qaytarib olmaydi. Qanchadir arzonroq oladi. Bu bir. Endi shu narsani boshqacha tomoni bor. Eski taqilgan taqinchoqlar bo'ladi. Eski taqilgan taqinchoqni olib, yengidek qilib bitta paragrafga qilinsa, ham uni iste'mol qilsangiz ham bo'ladi. Keliningizga, qizingizga, ayolingizga berib taqib yursa ham bo'ladi. Qachondir pul kerak bo'lgan, olib borib sotib olsangiz ham zarar, tilla oshmagan taqdirda ham zarar kam bo'ladi. Men tavsiya etardimki, oltin quymadan ko'ra eski taqilgan taqinchoqlar, hozir uni nomi mulk tilla deb ataladi. O'sha mulk tillani sotib olib, investitsiya qilib qo'ysa, uyga qo'yib qo'ysa, u dokumenti ham, boshqa narsasi ham hammasi qonuniy bo'ladi. Do'kondan sotyapti, olib sotish jarayonlari hammasi qonuniy. Bizda bir shior bor-ku. Buni qanchalik aytish to'g'ri noto'g'ri bilmadim. Uyingdan oltin chiqsa davlatniki, nasha chiqsa saniki deydi-ku. O'shaning uchun bu tomonlari ham hammasi hisobga olingan. Bemalol o'sha mulk tilladan xarid qilib, investitsiya qilib uyga qo'yib qo'ysa bo'ladi. To'g'ri ekansa o'chirasiz. Xo'p, misol deylik, bu hozir faoliyatingizni kelajagini qanday ko'ryapsiz? Masalan, 3 yil, 5 yilda. Xudo xolisa 2025-yil adashmasam mart-aprel oylarida prezidentimiz farmon berdilar. Qancha investitsiya kerak bo'lsa, olib kelinglar, zargarlikni rivojlantiringlar. Har bir region, tumanda showroom do'konlarni ochinglar. Shunaqa taklif bildirdilar. Va men shundan ilhomlanib, prezident farmoni o'zi farmon berib turgandan keyin bundan foydalanish kerak faqat. Faqat qonuniy ishlalar. Qonuniy ishlamaganlarning hammasi ancha zavodlar sinib ketyapti. Qonuniy ishlab, showroom do'kon ochib boshladim va shu kungacha mana 5 ta viloyatda do'kon ochdik. Va xudo xolisa yillar oxirigacha O'zbekiston hamma tumanda ochish niyatim bor. Inshaalloh Empress Gold do'konini Amerikada ham ochish niyati qilamiz. Ya'ni missiyamiz 1 kun 10 kunlik emas. Xudo xolisa qadarimizga yozilgancha ishlaymiz. Oxirgi planimiz Amerikada ham Empress Gold do'konini ochish. Zo'r. Sondaylik, mana siz bilan hamkorlikda ishlash uchun qanday variantlaringiz bor? Investor jalb qilishda shuncha yillik xatolar, noto'g'ri kelishuvlardan kelib chiqib, men bir narsani tushundim. Ishlab chiqaruvchi uchun biznesiga investorni biznesiga sherik qilish noto'g'ri deb bilaman. Undan ko'ra savdosiga sherik qilish kerak. Ishlab chiqaruvchi har doim minusga kirib ketish nuqtasini biladi. Qancha summada qancha oylik rasxotim bor, o'sha narsani hammasini biladi. To'g'ri hisob-kitob qilishni bilsa. Va shu narsani hisobga olib turib, investor jalb qilayotganda kunlik, oylik savdoni foydasidan menimcha qismini senga beraman deb kelishuv qilgan yaxshi. Chunki ishlab chiqaruvchi bitta investor bilan kelishdi. Har doim investorlarning eng katta xatosi shu deb bilaman. Biznesga kirayotgan juda katta va'da berishadi. Sen ishla, pulni o'ylama. 10 million kerak bo'lsa, men 10 million topib beraman. U odamni, ayniqsa investor kerak bo'lgan odam, puli yo'q odamga investor kerak bo'ladi. Unga bu juda katta motivatsiya bo'ladi va plankani kattaga olib chiqadi va investorni nimadir muammolar chiqib qoladi. Va pulni paytida olib kela olmaydi. Ana motivatsiya tushib ketadi. Kim yomon? Ishlovchi yomon bo'ladi. Vaholanki investor boshida berilgan va'dasicha. Investorlar shu narsani hisobga olishmaydi. Shuning uchun erkin bo'lish kerak. Hech qaysi investorni o'zini investorga boylab qo'yish kerak emas. Erkin bo'lish kerak. Bu investor bilan kelishuvni qilish kerak. Agarda sen mana narsani qilib bera olmasang, men boshqa investor bilan ham ishlash imkoniyatim bo'ladi deb boshidan kelishuv qilish kerak. Lekin investorga ham deylik o'zini investor keladi, men senga pul tikaman. Oyiga nechta pul topaman.
deylik boshlanishiga 3-4% foyda olasiz. Maksimum mana oydan keyin menimcha foyda olishni boshlaysiz deb va'da beradi. O'sha narsani bu bajarsa, deylik 3-4 oydan keyin 7-8% foyda olasan deyapti. O'sha payt keldi. Investor bilan 500 ming dogovor bo'lgan, boshida 200 ming tikkan. 7-8% foyda olyapti, lekin investorda umri muammo bo'ldi. Ishlab chiqaruvchilar aybi yo'q bu holatda. Investorda ayb. Bu etilgan foydani beryapti. Ana o'sha etilgan va'dani ustidan chiqqandan keyin boshqa investor ham qabul qilish shartini boshidan kiritib olish kerak. Va investor jalb qilayotganda bitta narsani men har doim hozir o'zimga shior qo'yib olganman. Investor bilan ishlash jarayoni boshida o'zaro hurmat, bir-biriga bo'lgan ishonch bilan boshlanadi, lekin oxiri dushmanchilik bilan tugaydi. Shuning uchun biznesni boshida dushman bo'lish kerak bir-biriga. Ya'ni nazariyani ertaga bu nima qilishi mumkin? Mani qanaqa qilib uxlatib ketishi mumkin? Buni mani qanaqa qilib aldashi mumkin? Shu savollarga boshidan shu savollarni berib olib, shuni analizini to'g'ri qilib olish kerak va o'zaro ishonch bilan ishlash kerak. Ishonch bo'lmasa uzoqqa bormaydi. Zo'r. Kuningizni qanday rejalashtiryapsiz? Necha soat ishlayapsiz? Faqat tekshiruvchiman. Ishlayapman deyishim menimcha oldingi ishlagan davrimga nisbatan hozir ishlamayman desam ham to'g'ri bo'lsa kerak. Xo'p, avval bilan hozir taqqoslab bering bo'lmasa. Ertalab 8 da turaman. Borib bu avvalmi bu? Avval. Ertalab 8 da turaman. Zargarlarni mahsulot yig'ib olaman. Rolga o'tiraman. Samarqandga ketaman. Boraman, 4 soatlik yo'l. Boraman, savdo qilaman. Kunlik savdodan pulimni yig'aman. 7-8 bo'ladi. Yana o'tdan o'sha pulimga yarasha mol tillarni sotib olib, yana qaytib kelaman. Yana lomni sotib olib. Lomni sotib olib, kelgunimgacha soat kechqurun 12:00 bo'ladi. 12:00 bo'lgandan keyin bir 2 soat yana zargarga borib hisob-kitob, kunlik отчётim, hammasini hisob kitoblarimni qilishimga yana 2 soat vaqt ketadi. 1-2 bo'ladi? Soat 3 bo'ladi. 3. Uyga kirguncha 3 bo'ladi. Erta yana 8 da turib chiqib ketishim kerak. Zarulda 4 soat u yoqqa, 4 soat bu yoqqa borib kelishim kerak bir o'zim. Har kun. Har kun. Har kun shu sistemada ishlagansiz. Har kun ishlayman. Bir oyda 2 kun dam olgan bo'lishim mumkin. Lekin 28 kun qatnaganman Samarqandga. Necha kun endi, necha yil, muddat qancha bunaqa tizimda ishlagansiz? 2-3 yil. Bir o'zim shunaqa bo'lib ishlab, keyin sekin-sekin kuzatayotgan obunachilar kimni hayotida ham hozir shu davrlar bo'layapti. Ya'ni siz ertalab vaqtli turasiz, kechgacha ishlaysiz, charchagan holda butunlay na aqliy energiya, na jismoniy energiya, na emotsional, na ruhiy energiya qolmagan holda, charchagan holda kelasiz, yana turasizda, yana shu holat davom etyapti. Kimda shu holat bor, izohlarda fikrlarni qoldiramiz, davom ettiring. Va hozir bo'lsa nima qilasiz? Har bir kunlik savdoyimizda har kuni bizda sotuvchilarimizga tillar narxini aytishimiz kerak. Bir xodim mas'ul qilib qo'yganman. Shu bozor o'rganib turib, har kuni ertalab soat 10 gacha bugun tillarning narxini mana bu narxdan qilib so'laysizlar deb yetkazadi. Hozirgi kuningizni ayting boshidan. Ertalab birinchi motivatsiya bilan uyg'onaman. Qanaqa motivatsiya bilan uyg'onasiz? Buxgalterim bor. Har kuni kunlik отчётlarni topshiradi. Ertalab topshiradi. Nechida endi? Ertalab 9 gacha topshirish majburiy. Agar 9 gacha topshirmasa, jarima bor. Qaysi отчёт, qaysi raqamlarga qaraysiz? Kunlik foydamni qarayman. Kecha nech pul topdim. Birinchi shuni ko'zimni ochib, birinchi shunga qarayman. Kecha nech pul topdim, o'shanga qarab keyin uyg'onaman. Kunim shundan boshlanadi. Xudoga shukr, har o'rtacha dushanba kuni dam olinadi ko'proq bozorda. Shu kundan mustasno, qolgan kunlar har kuni kayfiyatim yaxshi bo'lib uyg'onaman. Xo'p, agar misoldalik foyda yaxshi bo'lmasa kayfiyat tushadimi shunda? Yo'q, hali unaqa kunni o'zim olmadim. Har kuni chunki savdoyimiz ustida har doim ishlayman. Qaysidir savdoyimiz pasayib qolsa, sirasi o'sha viloyatga borib o'rganaman holatni. Zo'r, qarang, turdingiz, raqamlarga qaradingiz, kayfiyat zo'r bo'ldi. Undan keyingi bosqich. Undan keyin oilam bilan vaqt o'tkazaman. Ertalabmi? Ertalab, ha. Ota-onam bilan birga vaqt o'tkazishga harakat qilaman. Ishxonaga borib, nechida borasiz? Soat 15:16:00 atrofida. Ishxonaga borib, qo'l ko'tarib, ishlayapsizlarmi deyman. Bo'ldi. Ofisga kirib,
o'tiraman o'sha yerda. Men ishxonaga keldim. Ishxonaga kelgan, rahbar kelganligini ishchilar his qilsin. Necha soat taxminan bo'lasiz u yerda? Taxminan 1-2 soat o'tiraman. Undan keyingi qadamlar. Undan keyin oshno qayni bilan vaqt o'tkazaman. Endi переговорlar bo'ladi, yangi g'oyalar ustida ishlashlar bo'ladi yoki investorlar bilan suhbatlar bo'ladi. Asosan kechki payt u suhbatlarni o'tkazamiz. Keyin vaqtli uyga kiramiz. Nechida? O'rtacha 20:00 21:00 gacha. Zo'r. Zo'r. O'zi yashashdan maqsadingiz nima? Har bir insonni menimcha yashashdan maqsadi Alloh roziligini topish. Alloh roziligini topsangiz, barcha narsaga erisha olasiz. Sizda tilla vasvasasi bo'lmaydi? Misol mana aytyapsiz, ertalab bilan turib, darrov qancha foyda qildim, qancha foyda qilmadim degan raqamlarga qaraysiz. Qanchalik bu ichki olamingiz bilan bog'liq bu tilla vasvasasiga uchrab qolib, erta-yu kech misol deylik, xayolingizda faqat shu tilla bo'lmaydi? Yo'q. Tillachilarda shunaqa bo'lmaydi? Yo, tilla vasvasasi o'zi nima desangiz, o'zi tilla sohasiga kirib, uni mazasini tortgan odam boshqa sohaga chiqish qiyin. Shunaqa holat bo'lgan. Distributsiya sohasida ham ishlab ko'rgan. Lekin tillani energiyasi bari o'ziga tortib ketdi. Tillani mazasini boshqa soha bera olmaydi. O'zini deylik, siz do'konchisiz, mahsulot sotib olib sotasiz. Mahsulot olasiz. Modelingiz ketmay qolsa, uni almashtirib berishni zavod kafolatlayapti. Olgan mahsulotingiz aynamaydi. Olgan mahsulotingizda srogi o'tmaydi. Turgan pulingiz o'zidan o'zi ko'payib qoladi. Yana shunaqa soha bor. Hech qaysi soha bu mazani bera olmaydi. Shuning uchun tillani o'zini mazasini tushungan odam boshqa sohaga chiqib ketishi juda ham qiyin. Lekin tilla sohasida juda ham katta xatolarga yo'l qo'yib, juda ham katta qarzga botib qolganlar, bu sohadan sovib ketib qolib chiqib ketganlar bor. Chunki shu aytgandek foyda ko'rish oson. Tilla sohasi halollikni yaxshi ko'radi. Birinchi o'rinda inson halol bo'lishi kerak. Yolg'on so'z tillaga yarashmaydi. Zargarga umuman yarashmaydi. Va to'g'ri so'z bo'lib, mijozlaringizni aldamasdan, har doim berilgan va'dani ustidan chiqib va eng asosiy joyi tarkibida 58.5% oltin dedik-ku. Davlat tomonidan bizga ruxsatnoma berilgan. O'zingni nomingni qo'yib urasan, proban, muhrra. O'sha narsani tarozida halol bo'lsangiz, ya'ni tarkibini haqiqatda 58.5% oltin, qolgani boshqa metall qilib tarozida turib bersangiz, xohlasa ishingiz ancha yil sizga foyda beradi. Masalan, siz o'z ishxonada yo'qsiz. Ishchilar ishlayapti. Shu joyda xato ketayotgan bo'lsa, grammni misol deylik, siz aytayotgan o'sha proba chiqmayotgan bo'lsa, pechatingiz urilayotgan bo'lsa, qanday uni nazorat qilasiz? Sifat nazoratingiz qanday yo'lga qo'yilgan? Bizda tilla izdiyalar sotuvga chiqib ketishdan oldin izdiyalarni asosan izdiyalar bitta bo'lib quyiladi. Asosan 2-3 ta jarayonda quyiladi. Ya'ni har bitta detal alohida quyib, u narsani probani pasaytirish kam. Ya'ni 3 ta qolipda masalan quyilsa, o'rtacha 500 gram ish chiqadi shu 3 ta qolipda yasasizdan. O'shani ichidan xohlaganimizni olib, har kuni nazoratchimiz ish bitib, savdoga chiqishdan oldin chiqib, o'sha boya aytgan texnologiyam yordamida tekshirib keladi. 58.5% ga javob beradi, javob bermaydi. Ana undan keyin muhr uramiz. Muhr keyin uriladi. Muhr keyin uriladi. Javob berdi. Biz aldoqchi emasmiz. Biz biron haqiqiy xiyonat qilmayapmiz. Bo'ldi, endi biz birkamiz insiy bo'ladi. Chunki bu narsa brendimizga juda ham katta ta'sir qiladi. Shunaqa zavodda eshitganman. Nomini aytmay qolaman. Juda katta zavod, juda katta investitsiya kiritilgan. Lekin nazorat qilinmaganligi hisobiga bu yerda o'g'rilik bo'lish imkoniyati ham bor-da. Bu yerda rahbar damasda hamma gap. Tillani o'rnini, vesini to'g'irlash uchun o'rniga mis qo'yib, tillasini olsa, ves to'g'ri chiqaveradi. Ya'ni lekin tarkibida oltin foiz tushib ketadi. Proba boshqacha bo'ladi. Ya'ni tarkibida 58% emas, 57% oltin bo'lib qolsa ham 1 grammda $100-200 farq bor. Mana shu natijasida u brendning hurmati juda katta kuch bilan bozorga kirdi. Juda ko'p klientlarni o'ziniki qildi.
lekin proba nazorati bo'lmaganligi uchun hurmati tushib ketdi. Klientlar aynidi. Bu tillasi probasi past kompaniya deb o'tdi уже. Bu esa brendga katta ta'sir qildi. Asta vaqt bilan o'zini o'rnini yana qo'yib oldi, lekin baribir oldingidek ishonch yo'q. Shuning uchun bizning sohamizda proba juda ham muhim. Zo'r. Qarang, mana bitta savol. Odamlarni talabiga qarab turib izdeliya qilish kerakmi? Yoki izdeliya qilib o'sha talabga, ya'ni shunaqa bir izdeliya qilib o'sha talabga xalqni moslashtirish kerak. Tushuntira oldimmi sizga nima demoqchiman? Misol har bir millatni o'ziga yarasha vkusi bor-ku. Arablarning masalan tillalarini qarasangiz ko'p, har xil detallari kichkina misol deylik bo'lishi mumkin. Yoki Vietnam tarafdagi izdeliyalar bor-ku. Yoki hindlarni misol deylik, qanaqadir boshqacha nimalari. O'zimizda qanaqadir, Buxoroda boshqacha, Samarqandda, Toshkentda balki boshqacha bo'lishi mumkin. Qanaqa bunga qaraysiz? Bu narsa to'g'ri. Har bir viloyatda o'zini an'anasi bor, o'zini milliyligi bor. Lekin tillada eng muhim omil bu emas. Tillada eng muhim omil bu emotsiya. Agarda siz ishlab chiqargan mahsulotingizga, mijozga emotsiya bera olsangiz, sizning emotsiyangizdan mijoz uni xarid qila oladi. Agarda biz model chiqarayotganimizda birdaniga 50 ta model zakaz qilsak, 50 ta modelni 40 tasi, 45 tasi zo'r yurib ketadi. Lekin boshqasi ham sotiladi. Ya'ni hamma model sotilyaptimi? Ya'ni hamma modelga urg'u berib, uni emotsiya bera olamizmi? Bizning ayollarimiz ko'proq emotsiyaga berilgan ayollar. Emotsiyani chiroyli qilib ko'rsatib bera olsangiz, hamma mahsulotni sotsangiz bo'ladi. Bu sotuvchining mahoratiga bog'liqlik joyi bormi shunda? Albatta, birinchi o'rinda sotuvchilik mahorati. Ya'ni ketmaydigan mahsulot yo'q, sota olmaydigan sotuvchilar juda ko'p. Zo'r. Azizlar, juda ham ajoyib bir podkast bo'ldi. Bugungi mehmonimiz Dilmurod Saidov, Empress Gold kompaniyasi ta'sischisi. Dilmurod, yana bir bor rahmat bugungi suhbat uchun. Rahmat. Azizlar, bizni kuzatishda davom eting. Keyingi dasturlarimizda, keyingi podkastlarimizda ko'rishguncha. Bizni obunachilarimizga qandaydir bir fikringiz bo'ladigan bo'lsa, aytsangiz, xursand bo'lamiz. Albatta, obunachilaringizga tilla sohasida har doim shoshmaslikni tavsiya etamiz. Tilla sohasida aldanib qolib mahsulot sotib olmaslik uchun har doim ishonchli bo'lgan zavodlarni, mahsulotlarni xarid qilishni tavsiya etgan bo'lamiz.